Hop, endi failure qilamiz haqiqatni. Bizda qanaqa kartina paydo bo'ldi? Bizda ikkita interfeys bor anaqani. Business Business Firewall ikkita interfeys bor. Misol uchun mana bunaqa interfeyslar bor. Mana ikkita WAN bu. Ikkita WAN 20-30 WAN, 40 bu LAN anaqaga. Windowsga 40 bu LAN bo'lib kiryapti mana. LAN bo'lib kiryapti-da. Va DSP tarqatyapti. O'zi ikkita WAN interfeysdan mana buni olyapti. Bitta LAN interfeys 40. Mana bu kompyuterda IP'si buni kompyuterda IP'si mana DSP olyapti. Bu ham 100 40 100. Endi biz nima qilmoqchimiz? Biz load balancer qilmoqchimiz. Va failover qilmoqchimiz. Buni qilish uchun mana bunaqa gateway group kerak bo'ladi. Buni o'chirishni iloji bo'lsa o'chirib tashlaymiz. Boshqatdan yaratamiz. Mana gateway group. Bu nima bo'lsin? Birinchisi load balancer qilsak agar load balancer bo'ladi. Hop, load balance 1 2. Xo'p, demak birinchi interfeysda tie 1 qilamiz, buniki ham tie 2 qilamiz. Bir xil qilamiz. Agar ikkita bir xil interfeysiz bo'lsa. Pastdagi e'tibor berish shart emas. Xo'p, save. Ishlatish mumkin emas ekan. Pastki chiziqcha 1, pastki chiziqcha 2 qilamiz. Mana bunaqa ishlatish kerak ekan. Xo'p, biz hozir load balancer qildik. Xohlagan bitta interfeysdan chiqib ketadi. Faqat hozir default holatda WAN interfeysdan chiqib ketsin deb yozib qo'yilgan. Mana bitta o'sha WANni default uyini boshqa, misol uchun bu narsaga o'zgartirish kerak. Xo'p, mana bitta mana default bor. Shuni mana bu biz tanlagan, biz yaratgan gatewaylar gruppasidan chiqib ket deb ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Endi xo'p, cmd mas PowerShell. Xo'p, mana bu ikkovi ham ishlayapti. Buni bitta yomon tomoni bor. Agar load balancerda bittasi ishlamay qolsa, mana hozir load balancerda bittasini chopamiz. Ya'ni WAN interfeysdan birortasi ishlamay qolsa, unda ishlamaydi, bu ham teng taqsimlangan-ku. Bu ham ishlamaydi o'sha paytda. Mana 30 da o'chiramiz, telpa включение qilib turamiz. Okay. Xo'p, mana to'xtashni boshladi. Bu sababi shu. Xullas, load balancer qildingizmi, ikkovi interfeys ham ishlab turishi kerak. Shunaqa kamchiligi bor. Lekin qanaqa nagruzka kelsa ham teng ikkiga taqsimlanadi. Xo'p, buni joyiga qaytaramiz. 30 ni joyiga qaytaramiz. Bu virtual holatda test qilyapman, o'shaning uchun buni haqiqiy nima deb tasavvur qilasizlar. Sizlarda ham ikkita shunaqa WAN interfeys bo'ladi. Endi kelinglar, endi failover qilib ko'ramiz. Xo'p, failover uchun ham yana o'sha narsa, routing gateway group yaratishimiz kerak. Buni failover deymizda endi buni. Failover 1 deylik. Buniki birinchi qaysini belgilasangiz, shuni prioriteti juda ham yuqori bo'ladi. Tai 2 qilamiz. Birinchi default o'sha failover qildingizmi, birinchi ishlaydigan interfeys bu tier 1. Tier 1 ishlaydi. Agar tier 1 o'tsa, tier 2 ga o'tadi. Tier 2 ham o'tsa 3 ga o'tadi. Shunaqa. 3 ham o'tsa 4 ga o'tadi. Shunaqa. Bizda hozir ikkita interfeys bor. Men buni packet loss or high latency deb qo'ysak ham bo'ladi. Packet loss desak ham bo'ladi. Ya'ni o'sha paket yo'qolib qolganda, birorta interfeysda paket yo'qolib qolsa,
U sraz ikkinchisiga o't degandek gap bu. Xo'p, yana shunaqa qoida firewall qildingizmi, uni alohida yana boyagi gruppadan chiqarish kerak. Load balancer emas, endi failover plan. Xo'p, buni o'chiramizda endi mana hozir bu вообще-то ping bor. Hozir birdan chiqib ketyapti. Birdan chiqib ketyapti. Buni tekshirish uchun mana bitta tracer bersam ham bo'ladi. Misol uchun tracer mana 30 ga boryapti, keyin u yoqqa boryapti. Bu 30 dan chiqib ketyapti-da, 30 lik WAN interfeysidan chiqib ketyapti. Hozir shuni o'chiraman, u 20 dan chiqib ketishi kerak. Xo'p, hozir ping ketyapti. Endi mana bitta nima bor? O'sha birinchi interfeysimni o'chirmoqchiman, misol uchun 30 da o'chirmoqchiman. Ikkinchi interfeys avtomatik ishlash kerak-da. Net подключение, okey. Mana 20 dan chiqdi bu ham. To'xtagan, ozgina to'xtaydi u, iloji yo'q, по-любому ozgina to'xtaydi. No lekin mana birinchi qayerdan chiqib ketyapti, keyin qayerdan chiqib ketyapti. Bu farqi bor. Failover planimiz ishlayapti. Xo'p, shu edi failover plan va load balance qilish edi. Ikkita interfeys o'rtasida. PFSS challenge'imizda bugun 5-kuni. Shu 5-kunda multiple WAN bo'lsa qanday nastroyga qilamiz, qanday load balance qilamiz, qanday load failover qilamiz, shularni ko'rdik. Xo'p, bo'ladi bunga.